Nima uchun fikus barglarini to'kadim? Hozir shu haqida gaplashamiz. Xonaki o'simliklarga qanday yordam berishni bilish uchun avvalo kasallikning sababi nimada ekanligini aniqlash kerak. Bu aniq bo'lsa, davosini topish juda oson. Doimiy sharoitni keskin o'zgartirishi. Ko'pgina xonaki o'simliklarni har qanday o'zgartirishlarni og'ir qabul qilishadi. Joydan joyga ko'chish, o'sish joyini o'zgartirish, havo harorati yoki namlik darajasi. Yangilanish vaqti keldi. Ko'pincha o'simlik egalari o'zlarini sevuvchi xonaki o'simliklarni tushgan barglarni ko'rishlari bilanoq vahima qilishni boshlashadi. Ammo shuni esda tutish kerakki, buni tabiiy sabablari ham bor. Ayniqsa, sovuq mavsumda. Juda sovuq yoki issiq. Bu ham, shuningdek, fikuslarni noan'anaviy vaqtlarda barglarni to'kishni muhim sababi bo'lishi mumkin. Eng maqbuli harorat 18-20 darajada. Tashqi omillar xonaki o'simliklarni tashqi ta'sir qiluvchi omillarga juda sezgirdir. Misol uchun, agar gul jaziramada, quyoshda yoki soyada tursa, ertami-kechmi barglarni to'ka boshlaydi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'ldi va o'z uyingizda fikus gulini o'stirishda qiynalmaysiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.